Allohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, kim birodariga duo qilsa, Alloh taolo bir farishtani yuboradida, farishta kelib aytadi ekan: "Ey Robbim, mana bu birodariga duo qilyapti, shunga xuddi shunchalik va undan ham qo'shimchasi bilan bergin" deydi. Mana bu yerda biz masjidimiz tashqarisida ikkita do'kon, misol uchun aytayapman, xolos, bular bir-biri bilan muomalasi yaxshi. Lekin bu do'konchilar bir-biriga duo qiladimi yo'qmi bilmayman. Bular aytadi-da, "Xudoyim, meni savdoyim yaxshi bo'lsin, Allohu akbar." Savdoning yo'li shunday bo'ladi. Bozordagilar, tijoratdagilar, billa ish qilayotganlar, taksi qilayotganlar va yana kim qaysi kasb, hunar, ziroatmi, tijoratmi, dehqonchilikmi qanday bo'lsa ham, o'ng tarafingizda, chap tarafingizda birov turibdimi? "Ey Xudoyim, shuni agarot qurib qolsin, meniki bo'lib kelsin" demanglar. Qanday degan bo'lmaydi-da. Siz duo qilsangiz, farishta sizniki qabulmi yo'qmi bilmaymiz, lekin farishtaniki qabulda. Sizga farishta duo qilyapti, qaytarib mislicha shunga bo'lsin deb, farishtaniki aniq qabul.